Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringizga fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun 2026-yil 3-fevral ekan. Bizga Marg'ilondan 1 kvadrat chuvalchang olgani xaridorlar kelyapti. Shuning uchun mana tayyorlayapmiz. O'zinglar kelinglar, birga tayyorlaylik, birga solaylik. Zich joylardan desam, yo biz borgunimizcha tayyorlab qo'yavering deyishdi. Mayli, endi tayyorlayapmiz, hozir kelib qolishadi. Keyin qolganini yana yarim qolganini bir garaj solaveramiz mana. Hozir kelib qolishadi. Mana banan korobkani chiroyli qilib to'ldirdik. Mana Azamjon keldi. Xudo xolasa ko'rdi mana Azamjon. Yoqdi, xudo xolasa. YouTube'dan havas qilib. Ha, YouTube'dan ko'rgan ekan bizni kanalni. Shuning uchun o'zi Marg'ilondan kelibdi mana. Anjoni sog' bo'lsin aka, salomat. Azamjon ishlarga omad. Rahmat aka. Ko'paytiravering bu yoqlarni. Hozir ama bu yog'imizga xaridor juda ko'p bo'lyapti. Bundan bu yoqqa odamlar mana ekishni boshlayaptimi? Har kuni telefon yoki o'zim uyimga kelib yoki telefonlashyapti. Bu yog'imiz solib bering. O'zimda bo'lsa endi meniki yaqinda chiqadi meniki ham. Tugatdim. Hozir bir 7-8 tondan tugatdim. Endi 1-martdan chiqaramiz xudo xolasa. 25-fevraldan ham xudo xolasa chiqaramiz. Chuvalchanglar bor hozir. Ha, chuvalchanglar serob chuvalchanglar. Mayli, tinch bo'ling, ishlarga omad. Azamjon, hop. Mana bu chuvalchanglarni ham joylab, mana mashinaga joylab oldik. Mehmon Azamjon Marg'ilondan kelgan ekan, mana 67 kilometr yo'l bosib kelibdi. Hozir gazlar yo'q, benzinda kelgan ekan. Shuning uchun mana bitta korobka qo'shib berdik. Bonusiga. Mayli, hammamiz ham qilayotgan ishlarimizga Xudoyim barakasini bersin. Xayrli, barakatli bo'lsin ilohim. Allohu akbar. Mana 44 ta qopda biyagimiz, 2 tonna biyagimizimiz 44 ta qop bo'ldi. Yarim kvadrat chuvalchang. Mana bitta banan korobka bo'ldi. Shuni hozir mashina keladi. Shuni yuklab olamiz. Bu Sirdaryoga ketyapti. 2 tonna biyagimiz. Mana Sirdaryoga Xovosga 2 tonna biyagimiz ketdi. Xudo